19 aprel 2026 yil, 19 aprel 2026 yil biz Urduga sayohatga ketyapmiz. Wish us luck. Bir buçuk su bardağı şeker. Bizni mashinamiz mana shu avtobusga keldik. Hozir yomg'ir yog'yapti va birinchi lokatsiyamizga qarab ketyapmiz. Avtobuslar shunaqa izini bor ekan. Jasmin hozir fotosessiya qilyapti. 10:30da keladigan, lekin biz 10 minutda уже tepaga chiqib tushdik. Shunaqa joy. Shahid Husayn Alparslan Bey ekan bular. Masjidga chiqib keldik. Bu yoq Tribolu qal'asi ekan. Tribolu. Biz shunaqa joyga kirdik. Bu yerda so'roq narsa bitta bassiz bo'ldi deb. Chikolatani magazindan 12 liraga olardik. Suvli va idishli olganimizga 75 ga ichib o'tiribmiz hozir. 75 TLga olgan sıcak chikolatamiz bilan keyin qizlar bizga shunaqa narsa berishdi. O'tiribmiz, hozir yurishimiz kerak. Ikkinchi lokatsiyamiz tamam. Biz rangli ko'chalarga, rangli sokaklarga keldik. Boyagi narsamiz sıcak çikolata. Sev, gülümse, inan, vazgeçme, hayal et, mutlu ol. Hamma joy rangli chig'anoqlar. Bunaqa idishlar ham ajoyib. Bu rangli ko'chalar, bu yoq ko'm ekan. Hamma joy shunaqa. Bu yerda fotosessiyalar bo'lyapti. Shunaqa joylar. Hamda bunaqa rasmli joy bor ekan. İşte shunaqa ko'zni oching. Joylar. Hamma joy rasmli, bo'yalgan.
shunaqa joyga kirdik. Bu yerdan boshqa joyga kirish mumkin emas deb tashlab ketdi. Hozir bu yerda menyu bor ekan, narxlarni ko'ramiz. Asosan go'sht yeydigan joy ekan. Nima deysiz? Senga sotib. Jasmin, Qanday yeyman bular? bizga o'z-o'zidan shunaqa narsalar tashlab ketishdi. Hamsi achchiq ekan qizlar. Yogurt, ajoyib bitta salat. Kofta, voy, kofta. Juda to'ydik lekin. Bizda lahmacunlarimiz keldi. 4 etgandik. Rostdan lekin men bularni qo'shib berganligi uchun 220 bersa arziydigan lahmacun. Bitta porsiyada ikkita bo'lar ekan shunaqa. Bizda mana shirinliklar keldi. O'tiramiz. Teşekkür ederim. Çay kaşığı ister misiniz? Hayır var. İşte bu olmuş ya. Bizi fakat çay bilen İçken çaylarımız yarımını. Bir adı hazır toramız. Soğuk böyle. Biz şu joyga keldik. Boshida uncha yoqmayotgandi, lekin kirib o'tirganimizga kerak yoqdi. Mana shu ikkita avtobusda Urduga sayohat qilib kelishgan. Bu bizning avtobusimiz. Zo'r joy ekan, kelinglar do'stlar. Muomalalari va shu zo'r choylari. Qanaqa ekan kirgan joyimiz? Boshida bekor kirdik deb afsuslanish bo'ldi. Keyin maza qildik to'g'risi. Juda ham mana xushmuomala ekan. Bizni mehmonligimizni bilib, qo'llaridan kelgancha mehmondo'stlik qilishdi. Hospitality ham kuchli. Pluslar. Biz shunaqa orolga keldik. Bu yer orol ekan. Shunaqa orolchilar bor naryoqda. Hozir biz turgan joy ham orol ekan. Bu yer shunda Xo'ynut oroli ekan. Xo'ynut adasi va Kalisi deb qo'ygan. Xo'ynut odasimiz oroli va qal'asi ekan. Mana bu yerda inglizchasi bor, mabodo to'xtatib o'qiyman desanglar. Xo'ynut oroli ekan. Bu yerda shunaqa atmosferalar. Shunaqa dengiz. Hay, tamam. Bu yerda hayır Xo'ynut adası Xo'ynut adı. Türkçe konuşmak istiyorum. Xo'ynut adası. Hozir Yosun burniga keldik. To'g'ri yursak, kilisa chiqarkan Yosun kilisasi, ya'ni Yosun cherkovi. Biz Yosun burni degan joyga keldik. Kamerada unchalik chiroyli ko'rinmayapti, lekin to'lqinlar va shirkoz. Yo, adashmasam kilisasi, Yosun kilisasi. Mana orqa tarafiga ham o'tib ko'rdim. Kirish joyi yo'q. Oynalari singan ekan. Mana bitta yana bitta nimadir bor. Hozircha hammasi yaxshi, lekin men kilisani ichiga kirib ko'rgim kelgandi. Eshigi yo'q hozir. Hamma burchagini aylanib chiqdim. Eshigi yo'q. Mana shu kilisa, cherkov. Lekin eshigi yo'q ekan. Bu yerda quyoshli vaqtda o'tiradigan joylari bor. Lekin hozir yomg'ir, o'zi bu Rize va Karadeniz taraflarida odatiy holat.
yomg'ir juda ham ko'p yog'adi. Boshida Rizaga kelgan insonlar, Karadeniz tarafga, umuman Riza emas, Trabzon, o'sha shaharlarga kelganlar juda ham qiynaladi yomg'irdan. Lekin ko'nikib ketasiz. Endi kuchucha bor ekan. Menda kuchuni ovqati bor. Biz shunaqa kuchucha topib oldik. Menda mushuk kuchu ovqatlari bo'ladi. Shunaqa suvenir magazin bor ekan. Ichida hamma narsasi bor. Boya bo'm-bo'shda odam to'lib ketdi endi. Shunaqa turklarning milliy ro'mollari bor ekan. Bu Karadenizning milliysi. Bizda boshqachasi bor edi. Hozir qanaqasi bor edi? Mana tepada turganni, osilib turgani bor edi, o'ralgan. Qizil, xuddi shunaqasi bor. Mana shunaqasini oldim. Toshbaqcha bilan bunaqa jasmin, shunaqa chig'anoqchali yo'sin burni deganni oldim. Shunaqa 70 liradan ekan donasi. Şeysin, altın postu korumak için o yolda ilerlerken, yani o savaşı verirken durak noktalarından bir tanesi de Yasonburnu'ymuş arkadaşlar. Yasonburnu'nun önemi biraz da oradan, tarih kısmı oradan geliyor. Onun dışında zamanında deniz feneri de varmış o söylenenlere göre. Daha büyük bir deniz feneri. Karadeniz'deki kaptanlara, gemilere yol gösteriyormuş. Yasonburnu'nun en büyük önemlerinden. Hozir markazga keldik, Ordu markaziga. Bu yerda kanat bor ekan. Biletlarimizni oldik. O'quvchilarga 2 barobar arzonroq. Rasmini oldik. Turklar gaplashib o'tirib tushib ketib bo'lgan odamlar haqida. Hozir balandga ketyapmiz. Jasmin. Masjidda bor ekanda. Xuddi Amirsoydagidek tepasida narsa sotadigan joylar bor ekan, suvenirlar, uchadigan joylar bor. Shunaqa ketamiz. Jasmin bilan. Shunaqa joy bor ekan, qiziq. Magazinni birinchidan boshlab ko'rib chiqmoqchimiz. Bu yerda har doimgidek kapibarachi bor ekan. Bu ikkinchi magazinimiz. Magnit, brelok, zo'mchiklar. Har xil narsalar bor ekan. Biz boya olgan magnitlarni bu yerda arzonroqlari bor ekan. Unaqa narsacha bor ekan. 250 ekan. Bu yerda bunaqa narsalar, uzuklar, taqinchoqlar, breloklar va eng qizig'i bu yerda arzon ekan. Bakallar dunyosi. Mana bu yilgi vision boardimda bordi shunaqa bakallar qator qilish, bunaqa gitarchalar. Qadamda Turkiyada kapibara ko'ryapman bor-ku. Mana kapibaralar. Bilmamlar chiroyli ekan. Çok tatlı. Menga mana shu yoqardi. Sabzicha bor ekan. Aromaga-ku. Atrofda bordir go'zal bir gulzor, mo'jizaga boydir, topmaysiz ozor. Mayaning sarguzashtlari. Quvnoq asalari Maya yashaydi unda. Shunaqa narsalar bor ekan.
Narxini qarang. Pahalı, evet. Bazı şeyler çok ucuz, bazı şeyler çok pahalı. Mesela ben şunu eğer bir erkek arkadaşım falan da geldiğimde alırdım. Ya da babamla. Ama yok. Hamma narsa Karadeniz şivasi değil mi? Böyle sıkıntı yok. Bezdum, rivetme, afkur. Ve narxlari arzon ekan. Boshqa joyda biz buni 70 ga oldik. Hammasini olgan bo'lardim dadam bilan kelganimda. Lekin afsuski dadam bilan kelmaganman. Bakmıyorum. Men hirsi yoqdi-da. Deb olsangiz, uvuf qiladi. 60 lira. Vereyim. Tepada qimmatroqqa ko'rgandik. Bu yerda bardakka qarab o'zgarayotgan, ammo eng kichkinasi 40 TL ekan. Mana oldik. Kichkina. Yarim soat vaqtimiz qoldi, shunga pastga tushyapmiz. Yana narsa olmoqchi edim, lekin mayli yana kelarmiz. Yoki boshqa joylardan yana ham yaxshiroqlarni olarman. Hozir mana bunaqa joyga kelgandik. Mana bu sujuk bu yo'q, cevizli sujuk deyiladi. O'shandan kilosi 600 ekan. Olib qo'ymoqchimiz. Mana bu idishdagi yarim kilo ekan, lekin biz 50 liraga olib qo'ymoqchimiz hozir. Teşekkürler. Hozir degustatsiya qilib ko'ramiz. Qaytib olmasdim. Tipa mana o'sha nima? Qanaqadir karamelmi, nimadir deb o'yladim-da. Shokoladni bo'ylagandim. Shunam bo'lib ketadi deb o'ylagandim, lekin qandaydir Jelatin bilan shunaqa yong'oq. narsa. No, ana tam yo'q. Mayli. Yaxshi ham 50 TL olibmiz. Короче, lokatsiyamizda ters ev degan joy bor edi, lekin bizga hech kim aytmabdi u bu yerdaligini. Biz hozir pastga tushdik. Endi ko'rasan degan ekanda, ichiga kirasan demagan Ha, ekan. ko'rdik mana. Hozir o'zi tepadan tushdik. Ichiga kirish alohida pulli. Antdan pul to'lab kiradigan joy bor ekan. Biz sekin endi avtobusimiz tomon yurishimiz kerak. Manzarasi kamam kifoya qoldi. Really? Oh my god. That's so sad. Bu yerda kanatga chiqdik. Tepada mansum qoldim. Hammasi yaxshi. Bizga Bunaqa bileklik. narsa hediya qildi. Wait. Mana. Shunaqa bileklik hadya oldik. O'zbeklarga o'xshatishayotgan u xotinni. Shunaqa qilib, hozir avtobusimizga qarab ketyapmiz. 6 da avtobusimiz yuradi. Va menga bu sayohat yoqdi. Baribir tur bilan aylanish kerak ekan. Baribir tur bilan aylangan yaxshi. Evet. Evet, evet. Ben Türk'üm. Çikolata kafesi. Güzel Nigar. Bu şokolat jinnilar uchun joy ekan, to'g'ri. O'qishni qaranglar. For degustation. Bu arzon ekan, 60 TL. Bu yerda bunaqa narsalar bor ekan. Böyle shunaqa shokoladlar bor ekan. Bunaqa idishlarda shokoladlar. Bu yerda shunaqa qanot, anti uychalar, yana nimadirlar bor ekan, lekin o'sha bizni avtobusga borish vaqtimiz yetib qoldi. Hozir avtobusga qarab ketyapmiz. Bu yerda ham shunaqa joy bor. O'zi Ordu shunaqa rang-yorang shahar ekan. Bu yerda ham hadya berarkan, hozir o'zimizni ummatda olqishladik, muammolar yo'qmi deb yaxshigina muomalali odam ekan, gaplashib chiqdi. Yaxshi o'tdimi, turdim hamma bilan bitta-bitta. Instagram'daki takipçi sayımız 11.000'i aştı. 12.000'e doğru ilerliyor. Sizler olmasaydınız bu sponsorları alamazdık. Bu sponsorları alamasaydık da bugün sizlere bu uygun fiyatlardan turlar yapamazdık. Bugün sponsorumuz Biberzade'den sizlere indirim kuponları dağıtacağım arkadaşlar. Bizga sushi degan joyga 20%li skidkali kupon berishdi. Biz orada bizga tanaffus berilar ekan. O'sha yoqda ishladik. 3 soatlarda uyda qolamiz. 15 minutlik tanaffusga to'xtadik. Magazinga kirib nimadir olib dedim.
Haydab chiqamiz ham. Bunaqa tushiradigan joylari bor. Shunga qo'yib bemalol bo'ladi. Joylari ham bor. Tepada sumkalar qo'yadigan joylari ham bor. Şey zor. Soat 11'da uyga kirib keldik, 11'dan oshganda. Shunaqa gaplar.